Assalomu alaykum aziz insonlar. Viruslar, infeksiyalar, zamburug'lar va bakteriyalar va gijja qurtlari va boshqa mayda mavjudotlar shunday xususiyatga ega. Yer yuzida mavjud bo'lgan eng kuchli zahar yordamida zaharlanganda ham, million gradus issiqda kuydirilganda ham yoki million gradus sovuqda muzlatilganda ham 100% nobud bo'lmaydi. 99% nobud bo'lib, 1% o'zini asl holatini saqlab qoladi va qulay sharoit bo'lishini kutib yashaydilar. Qulay sharoit bo'lishiga sekin asta 1% saqlanib qolgan mayda mavjudotlar 10%, 20%, 50%, 100% bo'lib, sekin asta o'zini asl holatini tikalab oladi va rivojlanib ko'payadi. Inson mana shu viruslar, infeksiyalar va zamburug'lar va bakteriyalar va gijja qurtlari va boshqa mayda mavjudotlar sabab bo'lib kasal bo'lgandan keyin, davolangandan keyin mana shu mavjudotlar, mayda mavjudotlar 99% nobud bo'lib, 1% inson jismida saqlanib qolgan vaqtda inson sog'lom bo'ladi va uzoq umr kechiradi. Endi yana bir narsani aytishim kerakki, inson yoshi kattayib borgan sari u ana shu holatda o'zini jismida mavjud bo'lgan mayda mavjudotlarni 99% holatda, nobud bo'lgan holatda 1% o'zini jismida tirik holatda saqlanib qolgan holatida qoldirib, sog'lom bo'lib, uzoq umr kechirib yashadiyam deylik. Vaqtlar kelib inson yoshi kattayib qariydi. Katta yoshga kirganda inson jismi baribir zaiflashadi har tomonlama. Qolaversa, sog'lig'ini tikkalash uchun ishlatiladigan dori-ko'llar, giyohlar, barcha narsalar sekin asta inson jismi qariganligi sababli ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, o'sha narsalar takror va takror ishlatilganligi sababli, foydalanilganligi sababli inson jismiga ta'sir qilmay qoladi. Natijada o'sha viruslar sekin asta 1%dan 10%ga, 10%dan 20%ga, 20%dan 50%, 50%dan 100% holatga kelib, o'zini asl holatini tikalab, rivojlanib ko'payadi. Va inson qariganda avvalambor nafas yo'llari va miya hujayralarida shu mayda mavjudotlar rivojlanib ko'payganligi sababli inson nafas olishga qiynaladi va miya hujayralariga yetarli miqdorda kislorod va ozuqa yetib bormaydi. Insonning barcha jismidagi hujayralarga yetarli miqdorda ozuqa va kislorod yetib bormaganligi sababli shu yetarli miqdorda
inson nafas ololmaganligi sababli mana shu mayda mavjudotlar ta'sirida inson qariganda biologik o'lim topadi. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.